Assalomu alaykum qizlar. Demak, pijamnitsamizni 3-qismini boshlaymiz. Bosh qismini qanaqa to'qilishini ko'rsatib beraman. Och rangli ipimdan foydalanib to'qiyapman. Demak, doimgidek ikkita воздушный, ikkita zanjir to'qib olamiz. Birinchisini tashab ketib, ikkinchisiga 6 ta nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. 2 3 4 5 6. Marker bilan oxirgi petlamizdan belgilab qo'yamiz. Endi har bitta petlaga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ya'ni ikkinchi qatordan ko'paytiramiz 2x ga. 1 2. Keyingi petlaga ham ikkita. 1 2. Keyingisiga ham ikkita. Markerimizdan olib turib, oxirgi ikkita petlamizdan to'qib qo'yamiz. Demak, ikkinchi qatorda har bitta petlaga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qidik. Bizda 12 ta petla hosil bo'ldi. Uchinchi qatorimizda через 1 ko'paytiramiz, ya'ni birinchisiga ko'paytirmasdan oddiy bitta to'qidim. Ikkinchisiga, ikkinchi petlamizga ikkita nakitsiz ustuncha to'qidim. Keyingisiga yana qo'shmasdan oddiy to'qidim. Undan keyingisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. Qo'shmayman. Qo'shib ikkita to'qiyman. Keyingi 4-qatorimizda har ikkitada bitta ko'paytiramiz petla. Ya'ni boshidagi ikkita petlaga bittadan nakitsiz ustuncha, hech narsa qo'shmadim. Uchinchisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Keyingi ikkitasiga yana qo'shilmay to'qiladi. Uchinchisiga qo'shamiz. Qatori oxirigacha xuddi shu ko'rinishda davom ettirib qo'yamiz. Keyingi 5-qatorimizda 3 ta qo'shmasdan to'qiymiz. 3 ta petlaga hech narsa qo'shmaymiz. 4-siga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2
3. To'rtinchisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi har uchtada qo'shilyapti. Keyingi uchtaga yana oddiy to'qiymiz. 1 2 3. To'rtinchisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Har uchtada bitta qo'shamiz. Mana har uchtada bitta qo'shdik. Endi keyingi qatorimizda 4 qator o'zgartirmasdan, ya'ni qo'shmasdan to'qib chiqamiz. Umuman qo'shilmaydi ham, qisqartirilmaydi ham. Har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz. 4 qator. Mana qizlar 4 qator qo'shmasdan to'qib oldim. Endi uchta petlaga umuman qo'shmasdan to'qiymiz. Ya'ni hozir bu qatorda qisqartiramiz. 1 2 3. Uchta petla to'qib oldim. Keyingi ikkita petlani bitta qilib to'qiymiz. Yana keyingi uchta petlani to'qib olamiz. Keyingi ikkita petla qisqartiriladi. Keyingi uchta petla yana oddiy to'qiymiz. Keyingi ikkitasi qisqartiriladi. Xuddi shunaqa har uchtada bitta qisqartiramiz. Bu qatorda faqat qisqartirdik. Endi yana ko'paytirib to'qiymiz. Xo'p. Endi yana har uchtada bitta ko'paytiramiz. Uchta petda to'qib olaman. 1 2 3. Keyingi 4-petlaga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. Ya'ni ko'paytiramiz. Yana 3ta 1 2 3. Keyingi 4-chisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Xuddi shunaqa har uchtada bitta ko'paytiramiz.
Endi u yog'iga faqat ko'paytirib to'qiymiz. Уже ko'paytirish qanaqa bo'lishini ko'rib oldinglar. Hozir har 3tada bitta ko'paytirdik. Keyingi qatorda har 4tada bitta ko'paytiramiz. Keyingi qator har 5tada bitta ko'paytiramiz. Keyin har 6tada, ya'ni bitta-bitta ko'payib ketaveradi raqamlar. Xuddi shunaqa qilib 9ta oddiy to'qib, bitta ko'paytirib to'qigan joyimizda to'xtaymiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar hozir hammasini bitta-bitta olsam, video vaqti ko'payib ketib qoladi. Mana hozir har 3tada bitta ko'paytirdim. Endi har 4tada bitta ko'paytiraman. Xuddi shunaqa har 9tada bitta ko'paytirib to'qib to'xtaysizlar. Videoni to'xtataman. O'sha 9tada 9ta to'qib bitta ko'paytirgan joyimizda, ya'ni har 9tada bitta ko'paytirib to'qigan joyimizda to'xtaymiz. Petlalarimizni soni 66 taga yetadi. Mana qizlar 9ta to'qib bitta ko'paytirib to'qib oldim. Sanab chiqasizlar, 66 ta petla bo'lishi kerak. Endi keyingi 9 qatorimizni o'zgartirmasdan, qo'shmasdan, qisqartirmasdan to'qiymiz. Ya'ni 66 ta petlaligicha qoladi. 9 qator har bitta petlaga bittadan to'qib chiqaramiz. O'zgarish yo'q, 9 qator. Qizlar mana 9 qator o'zgartirmasdan to'qib oldim. Endi qisqartirishni boshlaymiz. Bosh qismini bu yog'i sekin yopiladi. Uning uchun mana hozir birdan boshlab 9 gacha har 9 qatorda qo'shib keldik. Endi qisqartirishda teskarisi bo'ladi. Ya'ni har 9 qatorda har 9tada bitta qisqartiramiz. Har 8tada bitta, 7tada bitta, 6tada bitta shunaqa qilib qisqartirib ketiladi. Buni xuddi teskari tomoni. Endi uni ham samostoятельно qisqartirib to'qiysizlar. Faqat bitta-ikkita joylarini aytib ketaman. Ichini bosh qismimizning ichini sitifon yoki halo fiber bilan to'ldirib ketinglar. Chunki уже yopilgani sari ichiga paxta tiqish sal qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun mana hozirdan уже to'ldirish boslasanglar bo'ladi. Bemalol yaxshilab zich qilib, hamma qismlariga bo'sh joy qolib ketmasin. Zich qilib to'ldirib, solib ketishni boshlayveringlar. Endi 9 qator o'zgartirmasdan to'qidik. Endi qisqartiramiz. Har 9tada bitta qisqartiramiz. 9 ta petla to'qiyman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ta to'qidim. Endi keyingi ikkita petlani bitta qilib to'qiyman. Yana 9 ta. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. Keyingi ikkita petlyani yana bitta qilib to'qiyman. Yana 9 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har 9 tada bitta qisqartirib ketaveramiz. Mana har 9 tada bitta qisqartirib bu qatorimizni tugatdik. Endi keyingi qatorimizda har 8 tada bitta qisqartiramiz. Har 7 tada bitta, har 6 tada bitta. Xuddi shunaqa qilib petlalarni har qatorda qisqartirib ketaverasizlar. Oxirida o'sha давайте 12 ta petla qolganda ko'rishamiz. U yog'ini birga yopib boramiz. Esingizdan chiqmasin sitifon solib ketish. Mana qizlar to'qib qisqartirib oxirida mana 12 ta petla qoldi. Ichini o'sha aytganimdek sitifon bilan to'ldirib oldim. Endi yana dalish qisqartiramiz. 12 ta petla qolgan. Demak, har bitta petlani qisqartiramiz. Sразу qisqartirishdan boshlayman. Ikkitani bitta qilib to'qiyman. Keyingi ikkitani yana bitta qilib to'qiyman. Keyingi ikkita yana bitta qilib to'qiladi. Qisqartiramiz. Beshinchi qisqartirishim. Mana eng oxirgisi. 6 marta qisqartirdim. Mana 6 ta qisqartirdim. Endi ipimizni tak kesib olamiz. Mana bunaqa plasmas ninalar bo'ladi. Shu bilan qolgan ham kichkina qolgan ochuv joyini ham yopib boramiz. Demak, bizda hozir bu yerda 6 ta petla bor. Har bitta petlani orasidan ipimizni olib o'tib chiqamiz, tikib chiqamiz. Ehtiyot bo'lasizlar. Mana ip juda ham tez titilib ketadi.
ipimizni berkitib yuboramiz. Mana yaxshilab yopildi, o'rtasida bu yoq teshik qolib ketmasin. Mana bosh qismini tayyor bo'ldi. Yaxshilab qo'l bilan forma berib bir xil qilib olasizlar. Endi buni ustiga boshqa rangda tipi kapishon qismini to'qiymiz. Xo'p, bu endi turib turadi. Uni to'qishimiz uchun men o'zi mana bu ip bilan boshlagandim. Lekin bunaqa ipim qolmadi. Bozordan, magazindan topolmadim. Shuning uchun boshqa rangdan foydalanyapman. Sizlar bir xil rangda to'qisanglar ham yaxshi chiqadi. Xo'p. Boshlaymiz. Mana u shapka qismi bu yoqdan kiydiriladi. Mana bungacha turib, bu yoqdan burun qismiga bunday tushadi. Bunga kiydiramiz uni. Xuddi buni qanaqa bu yoqdan olib kelgan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib to'qib olib kelamiz. Hozir tushuntirib beraman. Har doimgidek ikkita petla to'qib olib ishimizni boshlaymiz. Birinchisini tashlab ketib, ikkinchisiga 6 ta naketsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Marker bilan belgiladim. Bu yoq bosh qismiga kiydirishimiz uchun mana bu yoq qismidan boshlayapmiz. Ko'paytirib to'qib ketishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, biz 9 ta to'qib, bitta ko'paytirib to'qigan edik. Bizda 66 ta petla bilan hosil bo'lgan bu qismimiz. Xuddi shunaqa ko'paytirib biz ham shunga kiydirishga mos qilib to'qishimiz kerak. Ya'ni hozir qo'shib ko'paytirib ketaveramiz toki 9 ta to'qib bitta ko'paytiradigan joy kelgungacha. 6 ta to'qidik. Endi har bitta petlaga ikkitadan naketsiz ustuncha to'qib chiqamiz. 1 birinchi petlaga to'qidim ikkita. Keyingisiga 1 2 keyingisiga yana 1 2 1 2.
mana 2x ko'paytirib oldik. Endi keyingi qatorda bitta to'qim har через 1 ko'paytiramiz. Bitta oddiy to'qiymiz. Keyingisiga qo'shamiz. Bitta oddiy to'qiymiz. Keyingi petlaga ikkita to'qiymiz. Bitta oddiy, keyingisiga ikkita. Xuddi shunaqa davom etamiz. Keyingi qatordan har ikkitada bitta ko'paytiramiz, undan keyin har uchtada bitta, xuddi shunaqa to'qib boramiz. Har 9tada bitta ko'paytirib, keyin yana 9 qator o'zgarishsiz to'qiymiz. 9 qator hech narsa qo'shmasdan to'qiysizlar. Undan keyin yana nima qilinishini ko'rsatib beraman. Mana qizlar to'qib oldim. Mana bu yoqqacha o'sha aytganimdek 9ta, har 9tada bitta ko'paytirgan joyimda tugatdim. Keyin 9 qator hech narsa qo'shmasdan oddiy to'qib oldim. Xuddi shunaqa hosil bo'ladi. Endi buni mana bu bosh qismiga kiydiramiz. Yaxshilab kiydirib olamiz. Mana qizlar yaxshilab kiydirib olamiz buni boshiga. Mana bu joy uchli bo'lib chiqib qolmasin. Yaxshilab qarab, mana bu o'rta qismi tortib yaxshilab kiydirib olasizlar. Bir xil qilib mana. Kiydirib olganimizdan keyin endi bu yoq tumshug'iga qaratib bunaqasi to'qiymiz. Xo'p. Demak, bitta havoyi petla olib turib o'giraman. 14 ta petlaga nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Har bittasiga bittadan. Mana hozirgi olgan havoyi petlamga tegmayman. Uni tagidagi birinchi to'qilgan mana stolbik birinchi petlaga kirib bitta nakitsiz ustuncha to'qiyman. Yana to'qiymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Mana 14 ta to'qidim. Yana bitta havoyi petla olib, yana ishimizni o'giramiz. Yana bitta qator to'qib olamiz. O'zgarish yo'q. 14 ta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib olamiz.
14 ta to'qidik. Bitta havoyi petla olib, yana ishimizdan o'giramiz. Endi bu qatorda ikkita chetidan qisqartiramiz. Ya'ni hozir mana birinchi turganga ham to'qib ketyotgandik. Birinchi turgan petlani shunchaki to'qimasdan o'tkazib olib, ikkinchi petladan boshlaymiz to'qish. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mana 11 ta to'qidim. Bizda ikkita petla qoldi. Bu yerdagi birinchi hozirgi kelayotgan petlani o'tkazib olib, eng oxirgisini oddiy to'qib qo'yaman. Mana o'shanda bizda ikkita chetidan ham bittadan qisqartirish bo'ldi. Oddiy to'qimasdan shunchaki o'tib ketdik. Bitta havoyi petla olamiz. Yana ishimizni o'giramiz. Bu qatorda qisqartirmaymiz. Har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ya'ni bizda hozir 12 ta petlalarimiz soni. 12 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bitta havoyi petla olib, yana ishimizni o'giramiz. Yana boydagi qisqartirish qilamiz ikkita chetidan ham. Birinchi turganni to'qimasdan ikkinchisiga o'tib ketaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bitta petlani o'tkazib olib, eng oxirgisiga 10-petla. Ikkita chetidan yana bittadan qisqartirdik. Bitta havoyi petla olaman. Ishimizni o'giramiz. Sekin qisqarib ketyapti. Qisqartirmaymiz bu qatorda. Har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Petlarimizning soni 10 ta. Bitta havoyi petla olib, ishimizni o'giramiz. Yana qisqartiramiz. Birinchi turgan petlaga to'qimasdan keyingisiga o'tib ketamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Bittasini tashlab ketib, oxirgisiga to'qiymiz. 8. Bitta havoyi petla ishimizni o'giramiz. Bizda hozir 8 ta petla. Bu qatorda yana qisqartirmasdan har bittasiga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz.
6 ta petля. Bitta havoyi petля bilan ishimizni o'giramiz. Yana ikkita chetdan qisqartiramiz. Birinchi turgan petlani tashlab ketib, ikkinchisiga to'qiyman. 1 2 3 4 5 bittan tashlab ketib, eng oxirgi petlaga 6. Bitta havoyi petla bilan ishimni o'giraman. Qisqartirmaymiz. Bizda hozir 6 ta petla bor. Har bittasiga bittadan nakitsiz ustuncha. 2 3 4 5 6. Bitta havoyi petla bilan ishimni o'giraman. Yana 2 qator qisqartirmasdan 6 ta petlaga bittadan to'qiymiz. Qisqartirmayman bu qatorda ham. Bitta havoyi petla olib yana ishimni o'giraman. Bu qatorda ham qisqartirmaymiz. Bitta petla bilan ishimni o'giraman. Qisqartiramiz. Yana ikkita yonidan bittani tashlab ketib, ikkinchisiga to'qiyman. 1 2 3 bitta tashlab ketib, oxirgi petlaga 4. Bitta petla bilan ishimni o'giraman. 3 qator o'zgarishsiz qisqartirmasdan to'qiymiz. 1 2 3 4. Bitta petla olib o'giraman. 1 2 3 4. Bitta petla bilan o'giramiz. 1 2 3 4. Mana bizda bosh qismi bo'ldi, yetadi. Ipni uzamiz. Bu mana shunday qo'yilib tikilinadi. Bir xilda qarab, yaxshilab to'g'irlab qo'yib, polni chetlari mana bu shapka polni mana boshga qotirilib tikiladi, aylantirib. Mana bu ipni o'zidan tikmayli, chunki mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar ko'rasam titiladi. Уже bitta ikkita mana bundan tikkaninglardan keyin bu ip bilan umuman ishlamay qolasizlar. Juda ham titilib, oralari ochilib, udobniy emas tikishga. O'shaning uchun mana shu rangga mos ipinglar bo'lsa, HBmi yoki akril aralash HBlar, oddiy iplar juda ham ko'p. O'zingizga yoqqanidan olib rangiga moslab turib tikib olsanglar
bilinmaydi, ko'rinmaydi. Mana shundoq qo'yib turib tikiladi. Endi biz bunaqa qulog'ini qilib olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun mana bu ochib kerak. Chiqadi. Ikkita havoyi petla olamiz. Birinchisini tashlab ketib, ikkinchisiga 6 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Unaqa to'xtalib, yaxshilab tushuntirmayman, chunki bularni уже почти hamma ishlayotgan ishlarimizda xuddi shunaqa boshladik. Har bitta petlaga mana 6 ta petla to'qidim. Endi har bittasiga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiyman. Keyingi qatorimizda через 1 ko'paytiramiz. Birinchi petlaga bitta to'qiyman, keyingisiga qo'shaman. Bitta to'qiyman, keyingi petlaga ikkita nakitsiz ustuncha. Keyingi qatorda har ikkitada bitta ko'paytiraman. Ya'ni 1 2 ta qo'shmasdan to'qidim. 3-petlaga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. Mana har ikkitada bitta qo'shganimizda bo'ldi, shu bilan to'xtatamiz. Mana keyingi kelayotgan petlaga kirib, ip tortib olib chiqaman. Olib chiqqan ipimni bu yerdagi petlar orasidan o'tkazib olaman. Ulovchi petla deyiladi. Bo'ldi, shu bilan ipimni kesdim. Mana shu ipni shundoq tortib bu yerdan olib chiqaman. Mana bu ipim mana bu petlardan chiqib turibdi. Buni tagidagi anaqadan ham o'tgan, ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Bu yoqdan kirgan. Shu yoni
bundoq kirgizaman. Orqa tomonidan kulchonidek ipni shu yoqdan shundoq tortib orqaga olib o'tib qo'yaman. Prosta berkitish uchun orqaga olib o'tdim. Endi keyingi mana bu shapkasini qanaqa rangda to'qigan bo'lsanglar, o'sha ipimizdan qulog'ini, orqa tomonini to'qiymiz. Xuddi shunaqa to'qib olishimiz kerak. Yana bitta ikkita havoy petla olamiz. Birinchisiga tegmasdan, ikkinchisiga oltidan ikkitasi ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 har bitta petlaga ikkitadan ikkitasi ustuncha to'qiymiz. 1 2 1 2 Endi через один qo'shamiz. Bitta to'qiyman, keyingi petlaga qo'shamiz. Bitta to'qiyman, keyingi petlaga qo'shamiz. Keyingi qatorimda har ikkitada bitta qo'shaman. 1 2 keyingi petlarga ikkita to'qiyman. 1 2 ko'paytiramiz. Mana xuddi shunaqa to'qib oldik. Bir xil qatorda to'xtatdim. Endi shu ikkitasini bir-biriga ulaymiz. Mana orqa tomonini, ikkita orqasini bir-biriga yopishtiramiz. Qaranglar, mana tugatgan joyim bor-ku. O'sha yerdan boshlayman men. Har bitta qarama-qarshisidagi petlani bir-biriga ilib to'qib ketamiz. Mana
birinchi turgan bu yerdagi petliga kiraman. Ikkinchi nima motok nima deydi, o'shandagi petliga kiraman. Ipni ikkalasini orasidan olib o'taman va to'qiyman. Keyingi petli birinchisiga mana ikkinchisiga to'qiyman. Keyingisiga kiramiz. Xuddi shunaqa qarama-qarshisidagi petlilarni ilib ketib, to'qib ketaveramiz. Iplar ichida qolib ketsin. Birato'la berkitib ketamiz. Mana. Hamma petlilarni ilib chiqdik. Tugadi bizda. Ular bo'ldik. Endi keyingi petliga shundoq kirib turib, boyidagi ulovchi petli bilan tugatamiz. Mana bu ipni sразу joyida berkitib tashlaymiz. Ikkinchi qulog'imiz ham tayyor bo'ldi. Qizlar mana to'qib bo'ldik. Endi buni qanaqa qilib
birlashtirishni ko'rsatib beraman. O'zinglar samostoятельно tikib olasizlar buni. Demak, birinchi bo'lib mana bu yoq qismini yaxshilab o'rnatib olamiz. Qaranglar, boshlagan qismimizni mana bu yerda eng tochka joy turibdi, uchida boshlangan joy. Shundan tepaga 1, 2, 3, 4. 4-liniyada mana buni boshlanish qismi turishi kerak. 4-liniyani mashtidan tikasizlar. Mana o'rtaga tushirasizlar. Yaxshilab qarab. Mana bu yoqda tikayotganinglarda bu liniyaga ham ahamiyat beringlar. Mana ko'rasizlarmi? Bu yoq mana bu liniyaga ketganda, bu yoqqa orqaga ketib qolgan. Shuni yaxshilab bu yoqqa tortib olasizlar. Liniyani bir xilda tushirib, bir xilda hisoblab, mana bu yerda qolishi kerakmi? Buni yana ozgina tortib, bitta liniyadan tikasizlar. Keyin shoxlarini joylashtirishimiz kerak. Uning uchun birinchi bo'lib ham shapka qismini tikib olasizlar. Uni o'rtasini hisoblaysizlar. Bundan klass. Mana men hisobladim. Mana oranjoviy nina tiqib qo'ygan joyim o'rtasi. O'rtasini hisoblab topasizlar. Belgilab olasizlar. Endi bu yoqda tugagan qismimizdan mana bu shapkani boshlanish qismidan tepaga qaratib bitta, ikkita mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 4-chi mana bunaqa chiziqqa mana tushirib olganman. O'rta qismida turibdi. Men belgilab olgan joylardan ikkita yon tomonga ikkitadan petля qoladi. Mana oralig'ida 4 ta petля turibdi. Shunaqa qilib shoxlarini joylashtirasizlar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, spitsada belgilab qo'yib qo'yganman. Sizlar ham xuddi shunaqa qo'yib turib, shoximizda qanaqa joylashgan? Uzun tomoni ikkita mana o'rtada turibdi, kalta tomoni ikkita yonida turadi. Shundoq qo'yib, yaxshilab qotirib tikib olasizlar. Mana bu tegi qismini mana bunaqa yoyib tashamanglar, iloji boricha yig'ib tikinglar. Qattiq qilib shunaqa o'rnatib tikib olamiz. Qulog'i mana. Qulog'ini tikayotganinglarda mana bundoq turganicha tikib qo'ymaysizlar. Bunaqa bo'lmaydi qulog'i, ayiq qulog'iga o'xshab qoladi. Qulog'i ikkiga buklaymiz. Teg qismini 3 ta petlyasini tikib olasizlar deb birinchi bo'lib. Bunaqa shaklga kelgandan keyin mana bu shox qismi tugagan joyiga qapishtirib tikib qo'yasizlar. Mana bunga e'tibor beringlar. Bu yoq oldi tomonda shundoq ko'rinib turishi kerak. Bosh qismi demak xuddi shunaqa tikiladi. Ko'zlarini jigarrang ip bilan tikib olasizlar. Bu yerga burun qismini tikib olasizlar. Rasmda e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda mana bunaqa jigarrangda nima deydi? Bunaqa uchburchak qilib 3 ta anaqa tushirib qo'yilgan. Uni ham ko'rib tikib olasizlar. Bosh qismi xuddi shunaqa bo'ladi. Endi tanasi. Tanasi qanaqa bo'linadi? Mana bu bizning tepa qismi. Bu pastki qismi. Tepa qismimizni mana bunaqa tugatganimiz mana bunaqa desanglar bo'lsa. Shu bizning tepa qismi bo'ladi. Buni ham ikkiga buklagan joylardan o'rtasini topib olasizlar. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Demak, 5 ta bu yoqdan tashlayman. Mana. O'rtasi bizda shu ekan. Qo'limizni mana bu yoq qismi ko'ryapsizlarmi? Ulagan qismimiz shunaqa tugagan. Bu yoqni bundoq o'girib tagiga qoldirasizlar. Xuddi shu joyidan, mana o'rtadan bu yondan bitta tashab ketib, yonidan mana ikkita petli tashlaysizlar, yana 1, 2. Uchinchi petladan bu yoqqa tepadan ikkita tashlaysizlar. Ikkala tomonni ham bir xil qilib qo'yib tikib olasizlar buni ham. Keyin oyog'i. Oyoq qismini pastdan 1, 2, 3, 4. 4 ta tashab mana shu yoq qismiga tikiladi. Pastdan 4 ta petla tashlaysizlar, tikiladi oyoq. Dumi sal oyog'idan teparoqda bo'ladi. 5 ta tashab ketib, buni ham o'rtaga tikib qo'yasizlar. Bularni ulab tikib bo'lganinglardan keyin boshini bunga ulab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Boshini ulash uchun mana o'rta qismi turibdi, bu yerda qo'l oyoqlar turibdi. Boshini olib kelasizlar-da. Prям o'rtasiga joylashtirasizlar. Oldin yaxshilab mana shu qotganimdagi spitsalar bilan o'rnashtirib keyin tikinglar. Chunki qiyshiq bir narsalar bo'lib ketib qolishi mumkin. Bir xilda qo'yib olib keyin tikinglar. Mana shunday qo'yib olib turib, bir xilda ulab tikib olasizlar bu bosh qismini bu yoqqa. Oyoqlari mana bu yoqda bo'ladi, qo'l oyoqlar. Aytgandek, qo'l oyog'i bu yerda bo'ladi, dumini orqa tomonga qilasizlar. Adashib ketibman, dumi orqa tomonda. Demak, boshni o'rnatganinglardan keyin bizda shnuri qoladi. Shnurini orqa tomoniga ulanadi. Ya'ni dumi qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerdan boshlab shnurni ulaymiz. Oddiy mana bu yerda ulagan qismimiz bor-ku, birinchi petla tugagan, ikkinchi qatori boshlash qismi. O'rtasini topib olamiz. Bitta bu yoqdan buni ulab ketamiz shnurni. Bu yoq qoladigan qismi, uzun qismini aylantiramiz. Tepadan pastga olib tushasizlar.
yoqdan bu yoqqa. O'z yo'li bo'ylab ketaveradi. Tepadan chiqsa pastga olib tushasizlar, u yoqdan chiqsa bu yoq tomonga tortib olib ketaverasizlar. Shunda bundoq tortganingizda ham mana bemalol yig'iladi. Shunaqa qilib aylantirib buni olib kelasizlar. Taxminan mana shunaqa tugaydi. Orasida ozgincha joy qolyapti. Tugaganda mana bundoq tortganingizda mana bu bundoq yig'iladi. Keyin bunga mana bularni qistirib olasizlar. Buni qirg'izish oson. Bosib turasizlar. Birinchisini o'tkazamiz, keyingisidan ikkinchisini. Buni ham qirg'izib bu yoqdan bo'ylab qo'yasizlar. Bunaqa qiyin joyi yo'q. U yog'i shunaqa ulanadi. Hozir buni o'zim tikib ko'rsatib bera olmayotganim, menda bularga tushadigan ipim yo'q ekan. Shu uchun sizlarga ko'rsatib bera olmayman. O'zingiz samostoятельно tikib olasizlar, qiyin joyi yo'q. Demak, shu bilan videomiz tugadi. Hammaga rahmat.